19.500 ga sizlarga 20 sotilli dachak olib qo'yganmiz. Kirishimizga chap qo'lga mana skillatga bitta avtobus olib kelib qo'yganlar. Bu avtobus vaqtida trend bo'lgan. Hokimlar yurgan, raislar yurgan. Hozir mana itam kirgan yo'q ichiga. Hech kim yo'q. Skillat tonnada foydalanilyapti. Dachamiz 19.500. 2 xonali kvartiraning puliga gapimizga javob beramiz. Hozir sizlarga uni tapchanini ko'rsatayım, bitta yaqinlashtirib ko'rsin muxlislar. Qaranglar, tapchanning o'ziga kamida 1,5-2 ming dollardan sotib qo'yasiz. Mayka basenga uji ko'ylashni boshlanganda motivatsiya tugab qolib to'xtab qolgan ekan basen. Holati zo'r. Tonni mevali daraxtlar, valavoy giloslar 19.500 ga 20 sotildi. Ishonavering, pul bo'lganda olib qo'yardim deb bitta like bosib qo'yasiz. Panaqlar ham bog' bo'lib yotibdi. Bir xonali uyimizni bitta kirib ko'ramiz. 2 xonali kvartira 20 ming bo'lsa, buni 19.500 ga berib olamiz. Xonasini bitta kirib ko'rishlaring mumkin. Topli pollar qilib qo'yganlar, sveti bor, suvi bor. Suv menimcha yo'q. Ariqda bor, ha? Suv. Ichimlik suvini olib kelib olasiz. Bu skillatimiz. Kladovka deydi. Batta qarochi mol boqsiz bo'ladi, qo'y boqsiz bo'ladi, damosiz bo'ladi. Joy zo'r, haqiqatda realniy, chiroyli joy ekan. Progressda Marg'ilonda dachalarda turibmiz. Shuna kirganlaringda arka ko'chadan chap qo'lda ikkinchi ko'chaning boshida uy. Pastki raqamli egalar sizlarga baraka 19.500 ga.